Assalomu alaykum, Islomjon uz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Avtomobillar mana sizlarga o'zimni mini firmamda desam qilyapman akalar. Sotiladigan bir dona toza avstriyskiy semental g'unajim bor akalar. 15 kunlik bo'lib qolgan, 10 kunlikdan o'tgan. Xudo xolisa oyoq qo'llari baquvvat, 100% toza avstriyskiy semental g'unajin akalar. Juda ko'pchilik so'rashgan akalar. Ko'ringlar, aloqaga chiqinglar. Mana shu g'unajini o'zi sotiladi obunachilar. Narxi ham akalar yo'lida akalar, hozirgi paytda yo'lida akalar. Sutimimiz 15 kunlik bo'lib qolgan akalar. Bora ishqiboz bo'lsa, va germanskiy shved ham sotiladi. Ishqiboz bo'lsa akalar, yo'qolsam shu g'unachinga aloqaga chiqing akalar. Sigirimga qo'shib olaman deganlar akalar. Mana 100% oq kiprik, oq tumshuq, istagan yo'q deganidan akalar mana. Dog'isi bemalol boqib ketaveradigan holatda akalar. Sigirga bitta sigirga qo'shasizlar ketaveradi. Haligi kindiklari ham xudo xolisa tushdi hisob akalar. Kindiklari ham. Mana akalar. Ko'ringlar. Polvon. Mana akalar. Quloqlari ham dikka-dikka. Qisqasi sigir qilib olaman deganlar. So'skalari ham to'rttasi to'rt joyda akalar. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, 17,5 million so'm ozgina xayriga o'tib beraman akalar. 17,5 million so'm ozgina xayriga o'tib beraman. So'skasi ko'rinarmiga ko'rinmaydi endi. Abash. Har holda somon ham sal bo'lsa ham g'ajilashib boshlab qolgan. Somon. So'skada ham emizorasizlar, sigir tagida ham qo'shib qo'yasizlar akalar. Hop. Germanskimiz akalar 20 million so'm akalar. Bu pashta 4 oylikka qarab ketyapti. 3 oylikdan o'tdi akalar. Germanskiy shvedimiz. 20 million so'm kami bor, uni ozmoz kamini qilib beraman u germanskiyga. Mana g'unajim 17,5 million so'm akalar. Toza avstriyskiy semental katta tonnalik sigiri borlar akalar. Janob buni. Sulusam g'ajilayapti jonivar. Manzil Namanganda akalar, Namanganda. Kesena misol mashinada kesena, Damas pamas yengil mashinada kesena yuklab olib ketaverasizlar biz uni. Ko'rib akalar. 17,5 million so'm ozmoz kamini qilib beraman akalar. Haligi 18, 19 million deyish yo'q. Ko'ring akalar. Endi yangi partiya kelishi mumkin, endi yangi partiya qimmat kelib qolishi mumkin. Yo narsa bo'lishi mumkin akalar. Haligi o'shanga yangi partiyani narx-navosi qanchadan bo'lishini men to'shni ayta olmayman, lekin past kelmaydi. Tepa kelsa, baland kelsa keladi, past kelmaydi. Bu endi biz o eski narxda bo'lib turibdi akalar bu. Bunachilar. Ashalaga tanish bilishlarga jo'natib qo'ydim. Misol boshqa gruppalardan qidirib yurgan, tozasidan qidirib yurgan akalar. Misol ashlarga jo'natib qo'ying akalar. Narx-navosi tushunadigan odamlarga jo'natib qo'ying akalar. Narx-navosiga tushunadigan odamlarga jo'natib qo'ying akalar. Abash. Polvon mana. Telefon nomeri 93lik 402 22 29 akalar. Mana somon ham bashta g'ajilashni boshladi biz u. Shu 15 kunlikdan o'tib qoldi hisob ham. Obunachilar. Kindiklari tushdi. Kindiklari tushgan. Kindigi endi 15 kundan keyin tushadi. Masalan 15 kundan keyin tushish boshlaydi kindigi. Bemalol boqib ketaverasizlar akalar. Haligi cho'chiydigan biz emas. Bugun erta tug'ilgan o'lib qoladi, cho'chiydigan emas akalar. Misol ichki qisib qo'ysanglar ham misol har holda dorukari ko'taradigan holatdagi g'unajim, quvvatga to'lgan g'unajim akalar. Abash. Janovar. Sekin o'rgatib tarbiyalab akalar, sigir qo'laverasizlar akalar.
60 million 70 millionga sigirni olmaysizlar, bir xudo xolasa 2 yil sabr qilsanglar akalar, bu ham o'shaqa sigir bo'ladi. O'zingizdan chiqqan bo'ladi akalar. Lakka bosinglar, kuzatib boringlar akalar. Yangilik bo'lsa chiqarishni boshlayveramiz akalar. Mana shu kanaldan akalar. Obuna bo'lib qo'ying akalar.